yurtdoshlarimizni, bizning obunachilarimizga 5 xil narsani sovg'a sifatida mutlaqo ko'ngildan sovg'a sifatida beracakmiz. Qaranglar yurtdoshlar, birinchi o'rinda 32lik Android bo'lgan televizorni qo'yganmiz. Bahası bozorda masalan 1.800-1.700 sotilib turgan qiymatdagi televizorni Android sifati yaxshisini birinchi o'rinimizga qo'yganmiz. Endi ikkinchi o'ringa keladigan bo'lsak, ikkinchisini Pilisos qo'yganmiz. Elgrid brendidan sifati yaxshi zo'ri bor 1.400-1.300 qiymatda inshaalloh sotilib turibdi. Üçüncü o'rinimizda duxovka qo'yganmiz. Duxovka pechki qo'yganmiz, pechki. Qaranglar, hurmatli yurtdoshlar, bu sovg'alar bizden bir narsa sotib olib, qo'shib beramiz, mindi emas. Bu ko'ngildan, addushi sizlar uchun zo'r sovg'alarni qo'yganmiz. Bu tekin, xudo xolasa, bizning kanalni podpischilar uchun. Assalomu alaykum, hurmatli Bekomix kanali obunachilari, bizning muxlislarimiz. Xudo xolasa, bugungi videomiz kanalimiz obunachilari uchun yuqori manfaatli, ajoyib video bo'ladi. Sababi kanalimiz obunachilariga ajoyib bepul sovg'alarimiz, hadiyalarimiz mavjud. Hakkında batafsil ma'lumotni Begzod og'amiz to'liq ma'lumot berib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, Bekomix kanalining hurmatli, qadrli obunachilari. Yaxshimisizlar, sog'-salomat yuribmisizlar? Qaranglar, hurmatli yurtdoshlar, bugun bize videoga yuzlanishimizdan maqsad sizlar uchun, qadrli bizning Bekomix kanalining obunachilari uchun bir hadiya o'ylab topganmiz, hadiya qo'yganmiz. Masalan, yurtdoshlarimizga, bizning obunachilarimizga 5 xil narsani sovg'a sifatida mutlaqo ko'ngildan sovg'a sifatida beracakmiz. Bu sovg'ani masalan Bekomix kanalini rivojlantirish uchun, auditoriyani kengaytirish uchun xudo xolasa sovg'alarni ulashatirmiz. Qaranglar, bu sovg'alarning sharti bunday bo'ladi. Bizning Bekomix YouTube kanalining obunachilari 5000 danaga yetganda, shu 5 dana sovg'ani 5 dana omadli podpischikimizga shunday tekina podarka etamiz. Qaranglar, bu 5000 obunachiga yetganda jonli efirda YouTube'da sovg'alarning egalari birma-bir aniqlanadi. Может 5000 ga 2 kunda yetishi mumkin, может 10 kunda, haftada yetishi mumkin. Bilamiz, qachon 5000 obunachiga yetganda sovg'alarni aniqlaymiz. Qaranglar, hurmatli yurtdoshlar, bu sovg'alar bizden bir narsa sotib olib, qo'shib beramiz, mindi emas. Bu ko'ngildan, addushi sizlar uchun zo'r sovg'alarni qo'yganmiz. Bu tekin, xudo xolasa, bizning kanalni podpischilar uchun. Qaranglar, yurtdoshlar, birinchi o'rinda 32lik Android bo'lgan televizorni qo'yganmiz. Bahası bozorda masalan 1.800-1.700 sotilib turgan qiymatdagi televizorni Android sifati yaxshisini birinchi o'rinimizga qo'yganmiz. Endi ikkinchi o'ringa keladigan bo'lsak, ikkinchisini Pilisos qo'yganmiz. Elgrid brendidan sifati yaxshi, zo'ri bor 1.400-1.300 qiymatda do'konlarda sotilib turibdi. Uchinchi o'rinimizga duxovka qo'yganmiz. Duxovka pechki qo'yganmiz, pechki. Uchinchi o'rinimizni g'olibini duxovka pechkida harakatamiz. To'rtinchi o'ringa esa mevalarni bunday so'katib beradigan blender o'xshagan narsa qo'yganmiz. To'rtinchi o'ringa, beshinchi o'ringa suvni qaynatib beradigan termopod degan narsani xudo xolasa bizning podpischilarimiz uchun, obunachilarimiz uchun xudo xolasa mutlaqo tekina sovg'a sifatida xudo xolasa ulashamiz. 5000 obunachiga yetganimizda shularni jonli efirda aniqlaymiz. Bularning shartlari moddiy, masalan, uydan chiqmasdan shu videoni ko'rib o'tirgan holda shu narsalardan birsini utib olishlaringiz mumkin. Sizlar omadli obunachilarimiz. Qaranglar, buni sharti bizning Bekomix YouTube kanalına obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu 1. Shu ko'rib turgan videolaringizga like bosib berasizlar, hozir bosib beringlar. Bu 2. Shu videoni maksimal yaqin do'stlaringizga tarqatib berasizlar. Yutish imkoniyati oshadi. Bu 3. 4-inchisi esa kommentariyaga kirasizlar, chiroyli fikrlaringizni yozib berasizlar. Nechalik ko'p yozsanglar, masalan 10, 15, 20, 30, 40, 50 nechalik ko'p yozib bangillatib tashlasanglar, yutish imkoniyati shunchalik ortadi. Ne uchun desa, masalan 5000 obunachiga yetganda g'olibni kommentariyaga kiramizdan tasodifiy aniqlaymiz. Tasodifiy 5 marta 5
sovg'amizni 5 marta aylantirib aniqlaymiz xudo xolasa. Hurmatli yurtdoshlar, bu sovg'alarimizni ko'ngildan berib turibmiz. Oddiy sizlarni obunachilarimizni o'ylab, xudo xolasa auditoriyamizni kengaytirish maqsadida. Endi aytsanglar, sizlarni kanalga obuna bo'lib qo'yganim ammo no foyda desanglar, bizga shunday 5 ming kelgandan so'ng yana 10 ming, 15 ming, 20 mingda yana shunday konkurslarni o'tirib turamiz. Shunday besplatni sovg'alarni ulashib turamiz. Shu sovg'alarda yana keyingi safarlardan o'tib olish imkoniyatlaringiz bor. Bu bir. Endi ikkinchisi, biza travertin fasad sohasida ishimizda. Fasad o'zbek xalqi, masalan, uyini zetsha, hashamatlatib, chiroylatib qo'yishga qiziqadigan xalq. Hammamiz shundaymiz. Shuning uchun qachon bo'lsam fasadini chiroylatib, travertin ishlatib qo'yadi. Shuning uchun qachon ishlatsam, bizlarga telefon edib, "Bekzod, men seni Bekomix kanaliga obunachisiman. Men uyimni shunday chiroylatib ishlab ber. Hozir shu ishlab turgan travertinlar, masalan, hamma narsasi o'zlarimizdan, usta polakka, hamma narsasi, material getadi, hamma narsasi 0 dan 100% deb bitirib berishimiz 100 ming so'm atrofida bo'lib turibdi. Agar sizlar, masalan, bizning kanaldan ko'rib chiqib, men seni obunachiman, Bekomix kanaliga obunachisiman desanglar, 10% dan skidka etib beramiz, 10%. 100 ming so'mlik narsani sizga 90 ming so'mga ishlab beramiz. Bizning obunachimiz bo'lganingiz hisobidan. Agar bizlardan mahsulot, travertin mahsulot sotib oladigan bo'lsanglar, bundan 10% skidka etib beramiz. Masalan, 2 millionlik xarid etasizmi, 3 millionlik xarid etasizmi, necha so'mlik xarid etsangiz, 10% skidka etib beramiz. Bu ikkinchi YouTube bo'ladi. Keyin YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, постоянно qiziqarli, chiroyli kontentlarni qo'yib boramiz. Bizlarni ko'pchilik, masalan, musofirdan, Rossiyadan, Qozog'istondan, Koreya, Vyanballardan musofirdan kuzatadilar. Ishdan kelib, orqadan ko'rib YouTube ko'radilar. Shu vaqtda, masalan, u yonda nov ishlanib turibdi, nech fasad nov ishlanib turibdi, nech ishlanib turibdi, sifati nechik, narx-navosi nechik, hammasini ma'lumotlarni berib boramiz. Shuning uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, faqat foyda topasizlar, ziyon bo'lmaydi. Hurmatli yurtdoshlar, bir-birimizni qo'llab, natib tursak, qo'llab-quvvatlab tursak, xudo xolasa bundan ham zo'r rivojlanamiz hammamiz birgalikda. Hurmatli yurtdoshlar, qo'limdan kelgancha sovg'alarni tushuntirib bildirimdan umiddaman. Shu 5 dana sovg'ani, 5 dana omadli bizning obunachimizga mutlaqo tekina badarki sovg'a sifatida hadya etamiz, hurmatli yurtdoshlar. Shuning uchun kommentariyani bong'illatib, like'larni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Hammangizga yaxshi kayfiyat, bizani kuzatishda davom etinglar. Hammangizni yaxshi ko'ramiz. Oddiy ko'ngildan. Hammaga rahmat.